Navbatdagi darsimiz JetPos dasturida boshqa valyuta bilan ishlaydigan mijozlar uchun qo'shilgan yangilik haqida bo'ladi. Buni dollar valyutasi misolida ko'rib chiqamiz. Ya'ni endi kurs o'zgartirilsa, mahsulot narxlari ham kursga qarab avtomatik o'zgaradigan bo'ldi. Kurs o'zgarganda operatsionka qilishga hojat yo'q. Faqat bunday ishlashning quyidagi shartlari bor. Asosiy va qo'shimcha valyutani aniqlab olish. Standart holatda so'm asosiy valyuta bo'lib turadi va uning kursini joriy kurs bo'yicha 13.000 qilib belgilaymiz. Shunda u qo'shimcha valyutaga aylanadi. Uning kursi doim o'zgarib turishi mumkin. Asosiy valyuta qilib dollarni kiritamiz va uning kursi 1 ga teng bo'ladi. Asosiy valyutaning kursi doim 1 bo'ladi va ish boshlanib mahsulotlar kiritilgandan so'ng uni o'zgartirib bo'lmaydi. Sababi ma'lumotlar chalkashib ketishi mumkin. Endi so'mdan обратный kurs, ya'ni teskari kurs yoqib qo'yiladi. Agar bu yoqilmasa, 1 so'm 13.000 dollarga teng bo'lib qoladi. Bu esa noto'g'ri. Обратный kursni yoqib qo'yamiz. Va mana to'g'ri bo'ldi. Keyingisi mahsulot prixod qilinganda faqatgina bitta valyutada, ya'ni dollarda prixod qilinadi va sotilish narxlari ham dollarda belgilanadi. Bir qancha mahsulotni prixod qilib olamiz. Mana mahsulotlarni kiritib oldik. Yetkazib beruvchilarga dollarda ham, so'mda ham to'lov qilishimiz mumkin, lekin взаиморасчётный bo'limida hisob-kitoblar faqat dollarda hisoblanib ko'rsatiladi. Misol uchun shu hujjatning o'zidan yetkazib beruvchiga to'lov qilamiz. Platyoj oynasida yetkazib beruvchidan qancha qarzimiz borligi mana bunday qizil rangda ko'rinadigan bo'ldi. Shunga qarab kerakli summani prixod hujjatining o'zidan to'lab qo'yishimiz mumkin. Aytaylik 5.000 dollarini to'lamoqchimiz. Summani yozamiz. Valyuta dollarda turadi. Zaruratga qarab kommentariy yozib qo'yishimiz mumkin. Saqlanib qilamiz. Platyoj oynasini qayta ochib, mana to'lagan summamiz kamaygan holatini ko'rishimiz mumkin. Endi so'mda ham to'lov qilib ko'ramiz. Misol uchun 5 million so'm. Valyutadan so'mni tanlaymiz va saqlanib qilamiz. Hisobotlar bo'limidagi взаиморасчётный qismidan yetkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblarni batafsil ko'rishimiz va shu yerdan ham ularga to'lov qilishimiz mumkin. Akt sverkidan ko'rganimizda tanlangan yetkazib beruvchiga so'mdagi to'lovlar qaysi kursda amalga oshirilganligi ko'rsatiladi. Endi kassadagi amaliyotlarni ko'ramiz. Kassa statkasida so'mdagi narxlar ham ko'rinishi uchun sozlamalardagi mana bu qismdan tanlab qo'yamiz. Kassaga o'tamiz va savdo qilib ko'ramiz. Mahsulotlarning har ikkala valyutadagi summalari ustunlarda ko'rsatilgan. Hozirdagi kursimiz 13.000 so'm va u o'zgaradigan bo'lsa, skladga o'tamiz va so'm kursini yangilaymiz. Misol uchun 13.500 so'm. Endi kassaga qaytib Obnovit tugmasini bosganimizda mahsulotlarning so'mdagi miqdori yangi kurs bo'yicha avtomatik o'zgaradi. Chekka mahsulot qo'shamiz va to'lovni barcha usullar orqali amalga oshirib ko'ramiz. Qaysi maydonga qanday turdagi valyuta kiritilishi ko'rsatib o'tilgan.
Birinchisi, Click Pay Me ga o'tkazilgan so'mdagi miqdorni yozamiz. Misol uchun, terminalga ham so'mdagi ma'lum miqdorni kiritamiz. Terminal yoki Click Pay Me orqali asosan so'm o'tkaziladi. Nalishniy maydoniga dollar valyutasida berilgan miqdor yoziladi. Misol uchun, $700 va oxirgisida so'mda berilgan naqd pulni ham kiritishimiz mumkin. So'm yozuvi ustiga bosganimizda yoki F4 tugmasini bosadigan bo'lsak, qolgan so'mma naqd pulda hisoblanib, avtomatik ravishda to'ldirib beriladi va to'lov qilishimiz mumkin. Kassadagi naqd pulning qanchasi dollarda va qanchasi so'mdaligini bilib olish uchun smena bo'limiga o'tamiz. Informatsiya orqali mana bu yerga kirib ko'rib olishimiz mumkin. Terminal yoki Click Pay Me da to'langan so'mmalar valyutada hisoblab qo'yilgan. Endi rasxodlarni ham ko'rib o'tamiz. Rasxodni so'mda ham dollarda ham amalga oshirishimiz mumkin. Birinchisi operatsion rasxod, ya'ni umumiy xarajatlar deyishimiz mumkin. Operatsion rasxod summasi bizning foydamizdan ayriladi. Aytaylik, dollar valyutasida $100 yuk mashinasi uchun operatsion rasxod qilamiz. Valyuta maydonida dollar turaveradi. Buni so'mda ham qilish mumkin. Mana bu yerdan belgini operatsion rasxodga o'tkazamiz va saqlanib qilamiz. Operatsion rasxodni ko'rdik. Endi zakup tovar, ya'ni yetkazib beruvchiga undan olgan mahsulotlarimiz uchun kassadan pul o'tkazishni ko'ramiz. Bunda ham rasxodga kiriladi. Kontragent maydonidan kerakli yetkazib beruvchini tanlaymiz. Misol uchun, unga so'mda 5 million so'm o'tkazamiz. Valyutadan so'm tanlanadi va belgini operatsion rasxodga o'tkazmaymiz, zakup tovarda qoladi. Yetkazib beruvchiga qilingan rasxodlar undan qarzimizni kamaytiradi va bizning foydamizga ta'sir qilmaydi. Kerakli yetkazib beruvchi va kerakli valyutani tanlash juda muhim hisoblanadi. Agar adashib bu yerda dollarni qoldiradigan bo'lsak, 5 million dollar yetkazib beruvchiga o'tkazgan bo'lib qolamiz. Endi skladga o'tib, zaymraschotidan ko'radigan bo'lsak, yetkazib beruvchidan qarzimiz 5 million so'mning yangi kurs bo'yicha dollardagi miqdoriga, ya'ni $370.37 ga kamaygan bo'ladi. Pribel qismidan operatsion rasxodlarimiz va sof foydamizni ko'rishimiz mumkin. Dengi bo'limida barcha to'lovlar tarixi batafsil ko'rinadi. Agar shu smenadagi to'lovlarda xatolik bo'lsa, uni to'g'rilab qo'yish mumkin. Misol uchun, kerakli to'lov hujjatini tanlab, tahrirlash oynasini ochamiz va bu yerdan summani, zakup tovar yoki operatsion rasxodni va kommentariyni o'zgartirish imkoniyati mavjud. Agar kontragent yoki valyuta tanlashda xato ketgan bo'lsa, shu to'lov hujjati umuman o'chiriladi va yangitdan yasaladi. O'chirilgan hujjat quyidagi ko'rinishda bo'ladi. E'tibor beramiz, dengi bo'limidagi hujjatlarni o'chirish yoki tahrirlash faqat o'sha smena uchun mumkin bo'ladi. Oldingi smenalarda qilingan to'lovlarni tahrirlab yoki o'chirib bo'lmaydi.